Aytganday, sizlardan bitta iltimosim bor, xalqim. Bir ikkita ayrim negativlar qo'pol muomala gapirdi, anaqa bo'ladi, bunday bo'ladi, orqangdan odam bo'ladi, unday bunday. Men odamdan qo'rqmayman. Men o'g'irlik qilayotganim yo'q, yo bir galablik qilayotganim yo'q, qo'pol bo'lsa ham. Men halol mehnatimga qilyapman, yo yerdan olib sug'urib olayotganim yo'q. To'g'risida bir ikkita negativlarni eshityapman, men ularga ответам qaytarganmisiz deganim yo'q. Men ularni bilan gaplashmayman ularni. Menga negativlar unaqa yozmanglar. Qo'llaringdan kelsa eplang, o'rganing. Mana shu. Men onasini ham so'kmayman, otasini ham. Men so'kishni yomon ko'raman. Xudodan qo'rqaman. Allohga uyiga borib kelganman. 3 marta borib kelganman. Men shuning uchun katta gapirmayman. O'zim Qur'on o'qib, namoz o'qib yetadi menga. 5 mahal namozim ham. Men hech kimni so'kmayman. Menga o'xshagan banda o'zini so'kkan bo'ladi. Menga keragi yo'q unaqa. So'kinish men yoqtirmayman. Xudodan qo'rqaman. Unaqa negativlarga men qaramayman ham. Bir shunday qaradim bo'ldi, kerak emas. Shu askas qilaman unaqalarni. Men yotsa ham o'zini so'kkan bo'ladi. Shu nima desa ham, nima bo'lsa ham o'zini so'kib, o'zini haqorat qilib, o'zini sharmanda qiladi. Ana shu. Men hech kimga qo'rqadigan joyim yo'q, hech kimdan muttaham joyim yo'q. Yo men negativlardan, xalqimdan men pul olayotganim yo'q. Men uni ammoga olib chiqib, manaqa reklama qilib, menga keragi ham yo'q. Men xohlamayman men unaqa qilib. Uni ham sharmanda qilmayman. Lekin u menga yozmasin ham, menga aytmasin ham. Siz politsiyaga, militsiyaga. Men endi chet mamlakatga yurib, politsiyada o'rganib ketganman. Militsiya deganda qisqa qilib aytsam. Militsiya sizni anaqa dushmanlar bo'ladi. Men dushmanimdan ham qo'rqmayman, pushmanimdan ham qo'rqmayman. Mana o'yimga ham hech kim adresimni ham bilmaydi, hech kim topolmaydi ham. Birinchidan. Ikkinchidan, men ular bilan gaplashmayman. Ana shunaqa odamman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Kutib qolaman kommentariga.